O'tgan yili Sirdaryo viloyatining tibbiyot birlashmasida inson o'limi bilan bog'liq holat yuz bergandi. Homilador ayol farzandni dunyoga keltirgandan so'ng ayolning ahvoli yomonlashgan. Afsuski, shifokorlar bemorga e'tibor qilishmagan va oqibatda ayol bu hayotdan ko'z yumgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida shifokorlarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ertaga ular yana o'shunday mas'uliyatsizlik qilishlaridan qaytsin. Shularning orqasidan ko'rib, ertaga ular kechirilsa, ular ham yana o'sha ishni qilaveradi, xotinlar. Jazosini olsin hammasi. Opasining bevaqt o'limida shifokor va hamshirani aybdor deb aytayotgan uka bugun suddan ularga nisbatan qonuniy jazo ko'rilishini talab qildi. Qizim 30 yoshda edi. 3-bolasini tug'ishga bordi politsiyaga. Borganda yaxshigina boruvdi. Kechqurun soat 6 da menga xabar keldi. Tug'di deb. Shu bilan kechqurun bilan nimalar bo'lgan bittasi xabar bermagan. 7 soat chaqiruvsiz qolgan ekan, mana ekspertizaga chiqdi. O'lganini aytishmayapti, kechqurun o'lgan ekan u. Sud majlisida ishga doir barcha hujjatlar ko'rib chiqilib, sudlanuvchilarning so'zlari ham tinglandi. Ayolning o'limi o'tkir qon yo'qotish oqibatida yuzaga kelganligi, kerakli tibbiy yordam o'z vaqtida ko'rsatilishi va asoratlarning oldi olinishi mumkinligi Respublika sud tibbiy ekspertizasi ilmiy-amaliy markazi Sirdaryo filialining xulosasidan o'rin olgan. Marhuma Yo'ldasheva tug'ruq uchun Guliston shahar tibbiyot birlashmasiga kelgandan so'ng farzandli bo'lgach, unga nisbatan kerakli tibbiy muolajalar olib borilmaganligi oqibatida vafot etgan. Taraflarning barcha so'zlari tinglangach va ishga doir hujjatlar ko'rilgandan so'ng sud hukmi o'qildi. Sud ularni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 116-moddasi 3-qismi bilan aybli deb topib, akshir ginekologga nisbatan 2 yil muddatga muayyan, ya'ni har qanday tibbiy muassasalarda tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etgan holda 2 yil 2 oy muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinladi. Sevara Rahmatqul va Rustam Qosimov Markaziy studiya uchun Sirdaryodan.